hozir boyagi hokimlik to'g'risida post qo'yganimdan keyin bankirlar torta oladimi degan savolni qo'ygan juda ko'p aylandi, juda ko'pchilik yozdi hokimiyat xodimlari, endi kimligini aytib o'tirmayman. Endi ularning asosiy e'tirozimi endi bilmadim, balkim o'zlarining salohiyati yetmayotgandir. Hokimiyatda biz nima uchun ishlaymiz? Maqsadimiz ertaga oxiri oqibat hokim bo'lish. Shuning uchun kirganmiz. Lekin bizga imkoniyat berishmayapti degan masalalar ham yozildi. Endi men to'g'rimi men bilmayman buni. Endi aytilgan gapni elchi sifatida yetkazyapman. O'zi qanday bo'ladi? Misol uchun tasavvur qilaylik, maktab bitirgan bola hokim bo'lmoqchi. Niyat qo'ydi, men hokim bo'laman, misol uchun Boyovutga hokim bo'laman. Yoki bir 10 yildan keyin sizlar viloyatga hokim bo'lmoqchiman. Men maqsad qo'ydi o'ziga oldiga. Hammaning o'zini nima bor-ku, fikri bor. Nima qanaqa bosqichlardan o'tish kerak bu? Yoki hokimiyatga kirish kerakmi yoki bankka kirish kerakmi? O'zini bir qanaqadir talablari bormi? Misol uchun balkim hokimiyatni xodimlarini 4-5 kishi yozdi, balkim ularning fikrida ham jon bordir. Misol uchun endi ularning aytgan gapini aytyapman. Rahmat. Fikrida jon bor, sababi shu tizimda ishlab kelyapti. Oldida rahbar bor. O'sha rahbargacha yetishish har kim norusi bo'ladi. Qaror qilayotgan odamni niyati to'g'ri. Unda masala yo'q. Endi boyaga sizga aytganim yuqorida eng birinchi aytgan gapim hokimlik tayyorlash maktabi yo'qda. Bu sohaga saralab olish yilda 2 marta bo'ladi nomzodlarni, kadrlar milliy zaxirasiga saralab olish yilda 2 marta bo'ladi. Bu ochiq tanlov usulida emas. Ha, tushundim. Bu ochiq tanlov usulida emas. Bu o'zaro mana shu viloyat hokimligining tavsiyasiga asosan masalan bu yerda 100lab, 150lab, 200lab nomzod berilishi mumkin va uni respublika komissiyasi kelib shunday davrada suhbat asosida oldin testlar olinadi, psixologik holatlar o'rganiladi va an'anaviy suhbat qilinadi oxirgisida va xohishlar inobatga olinib o'shanda saralanadi. Nafaqat bu hokimiyat tizimida ishlash kerak degan tushunchadan yiroq bo'lish kerak, balki bank sohasida olayotganimiz bor, hokim yordamchiligidan olayotganimiz bor. Masalan, aytaylik yoshlardan ham olib turib, yoshlar yetakchiligidan yoki yoshlardan olib turib, boshqa sohalarda ishlab turib, keyin hokimlikka turadigan asosiy kadr va milliy zaxiramizni o'tkazib, keyin o'tish mumkin. Ya'ni ungacha bo'lgan zaxiralarimiz ham bor. Shuni inobatga olish kerak. Hozir siz aytayotgan insonlar ungacha bo'lgan zaxiralarimiz bor. Istiqbolli kadrlar zaxiramiz bor. Rezerv salohiyatli kadrlar rezervi bor. Salohiyatli kadrlar rezervi prezident qaroriga asosan mahallaning uchligi, ya'ni bu hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faolidan saralab olinadi. Eng birinchi bosqich u. Ulardan olinadi. Bular ichidan ham to'g'ri hokimlik lavozimiga tayinlanish mumkin, lekin birinchi bosqichdagi eng quyi zvenoda ishlayotganlardan saralab olinadi. Ularga asosan oldinlari edi, sektor rahbarlarining tavsiyasiga asosan beriladi. Ular o'zlari ishlab yurganlar qaysi eng yaxshilari deydi. U ham qat'iy emas, ular beradi, ular hali saralab olinib, bir necha bosqichdan o'tkazilib, 50 taning ichidan bir 20 tasimi, 25 tasi saralab olinadi va ular bilan yil davomida ishlanadi. Va yaxshi natijaga erishganlar chet elga yuborilib ishlanadi va kuzatib boriladi. Kuzatib borilgani natijasida aytaylik, kelgusi masalan istiqbolli kadrlar rezervi bor. Bu hokim o'rinbosarlari lavozimiga zaxira. Ha, tushundim. Ya'ni keyingi bosqichimiz. Hokim o'rinbosari lavozimiga zaxirani tumandagi tashkilotlardan olish mumkin, aytaylik iqtisod bo'yicha o'rinbosarga moliyadan olish mumkin, pensiyadan, g'aznadan olish mumkin yoki viloyatda qaysi tashkilotdan olish mumkin yoki hokim yordamchidan ham olish mumkin. Endi qarang, bu shakllanyaptimi? Bunda ishlaydi, kuzatib boriladi, o'zi ustida qanday ishlayapti va yuqorida bo'ldi, bir xil ayrimlarni chiqarib tashladi. Ishlamaganlarni. Va kuzatib borilyapti-da, lavozimga tayinlanyapti. Yaxshilar tayinlanib borilyapti. Tayinlangandan keyin endi ularning ichida milliy kadrlar zaxirasi bor, eng yuqori bosqichda. Va milliy kadrlar zaxirasiga saralash bo'ladi. Undan ham toblanib chiqqanlari hokimlik lavozimlariga tayinlanadi. Demak, uchta bosqich. Demoqchiman, imkoniyatim yo'q deb turib aytishga asos yo'qdi. Harakat qilsa to'g'ri, faqatgina tavsiyani tuman hokimligi, o'rkadeli, oldinlar sektor rahbari shunaqa odamlar bergan, lekin ular bergani ham qat'iy emas. Chunki shunchaki tavsiya u. Ha, saraladi. Chunki imkoniyati
bor har bir kishida. Davlat fuqarolik xizmatiga ega. Imkoniyat keng. Yana boshqa loyihalarimiz bor. Men aytib ketayim. bitta jihati men hokimlar savolida shuni angladim. Hokim bo'lish uchun tasdiqlangan talablar ham bor. Shu, ha. Tasdiqlangan talab bor. Aytaylik, qoida tariqasida 10 yillik staj bo'lishi kerak. Kamida. Ha. 10 yillik staj bo'lishi kerak. Ya'ni u turli tizimlarda, davlat boshqaruv organlarida, tijorat banklarida ishlagan bo'lishi mumkin yoki agar tadbirkorlik subyekti ham bo'lishi mumkin, lekin faol tadbirkorlik subyekti bo'lishi kerak. Tushunarli. Ya'ni qanaqadir ishlab chiqarish yoki boshqa loyihalarda amalga oshirgan faol tadbirkorlik subyekti ham bo'lishi mumkin. O'zini talablari bor. Albatta oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Agar oliy ta'limdan keyingi ta'limda o'qigan bo'lsa, ustuvorlik beriladi. Ya'ni magistr, doktorlik, PhD, fan doktorligi, hokazo xorijiy tillar bilishi ustunlik beriladi. Va hokazo talablari bor. Shu talablardan kelib chiqib saralanadi. Birlamchi saralashda shu talablarga e'tibor Ha, qaratiladi. tushunarli. Ya'ni shu talabga javob bermasa, uni tavsiya qilganda ham foydasi yo'q. Foydasi yo'q. O'shaning birinchi boshlanishi shundan boshlanadi. Yashang. Maktab o'quvchisi deganingizga. To'g'ri, batafsil javob berdi. Rahmat.